Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana shu videoga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Iltimos 1 daqiqa shoshmanglar. 6 yoshli qizaloqni $1000 ga, 70 yoshli cholga xotinlikka xursandchilik bilan o'z ota-onasi uzatayotgani haqida gaplashamizmi? Yoki 6 yoshli o'g'il bolani har kun katta yoshdagi erkaklar o'z xohishini qondirish sifatida foydalanayotgani haqidami? Bu hikoya ham, kino ham emas. Bu Afg'oniston. Birinchi holat. Hikoyadam emas, kino ham emas, bu Afg'oniston deyapti. Qarang, o'zi bir ayol kishi bo'lib, qiz bola bo'lib, bloger ommaga chiqib aytayotgan gapiga qarang, bu bir mamlakatning sha'nini mutlaq yerga urib, shunaqa gaplarni tarqatyapti. Ming bora afsuslar bo'lsin, uni kommentlarini o'qib ko'rsam, kommentlarda ham uni qo'llab-quvvatlab yozganlar ham bor. Afg'onistonni qoralab. O'sha yerdagi davlat odamlari bo'ladi, mutasaddi tashkilotlar bo'ladi. Mana shunaqa blogerlarni oldini olish kerak. Bu chiqib olib biz shu yerda turibmiz-ku, Afg'onistonni o'z ichida turib biz bexabar narsadan bular xabardor bo'lib, u boshqa bir mamlakatdan turib bu mamlakatni qarolab turish yaxshi emas hech qachon. O'zlari bloger bo'lsa, men o'zim bir ikki mamlakatni do'stligi uchun jon qo'ydiryapman. Har holatda ham ikki mamlakat do'st bo'lsin, do'stligini tarqatish kerak o'zi bloger bo'lsa. Bir manfaatli ish qilish kerakda. U yerda chiqib olib, u unaqa ekan, bu bunaqa ekan, bu mutlaqo tuhmat, yolg'on ma'lumotlar. 6 yashar bola deyapti, 6 yashar bolalar ustiga katta yoshli erkaklar o'z nafsini qondirish uchun astag'firulloh. U hech bir ko'ngil olmaydi-ku 6 yoshli bir bolani ustiga bir astag'firulloh. Bu mutlaqo bir tuhmat narsalar, mutlaqo bu tuhmat, bir mamlakatni sha'nini yerga urish. Biz blogerlar, o'z Afg'onistonda ham qancha blogerlar bor. Bir mamlakatni sha'nini yerga hech qachon urgan emas. Bir mamlakat xo'shlik qilsa xo'sh bo'lish kerak. O'sha bir g'am chekayotgan bo'lsa g'amiga sherik bo'lish kerak. O'zi bloger bo'lib. Bu ommaga chiqdi-ku, hamma ma'lumot, bu yerdagi ma'lumotni hech kim bilmaydi. Faqat shuniki to'g'ri deb ma'qullayotganlar ham bor. Ming bor uzr, men qattiq ketayotgan bo'lsam, do'stlar, bir shunaqa bir shu videoni tarqatinglar, o'sha yerdagi bir nimalar ko'rsin, davlat rahbarlari, bir tashkilotlar ko'rsin, mutasaddi tashkilotlar mana shunaqa blogerlarni oldini olsin. Bu masalan rost bo'lganda ham bir mamlakatda har nimalar bo'lmaydi. Har holatlar bo'lib, biz ham ko'rib turibmiz, bir mamlakatda hech qachon yerga urgan emasmiz. O'ta bir xo'shlik qilsa xo'shiga sherik bo'lamiz, g'am bo'lsa g'amiga sherik bo'lamiz. La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullah. Do'stlar, iltimos uzr, ming bora uzr. Shu videoni tarqatib o'sha nimalarga, shunaqa bir blogerlarni olinsin.